Sharq Turkistonda bir buvoqning jasadi tepilganligi va jasadning daryodan suzib olinganligi ommaviy taratqularda keng tarqaldi. Uçurlarga asoslanganda bu jonsiz buvoqning Sharq Turkistonning Turpan shahri Qarg'uji bozori Ostona yezisidan Farhod ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu balaning 40 ming yezisiga yaqin bir joyda daryoga tushib, tunjiqib o'lganligi bildirildi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, bu balaning onasi Otikamning 3 oydan buyon, dadasi Turdining bo'lsa 5 yildan buyon o'zlari qilmagan jinoyatlarni e'tirof qilishga majbur bo'lib, atalmish tarbiyalash markazlari nomidagi lagerlarga qamalgan. Bu oiladagi qolgan 2 balaning oqibati noma'lum. Germaniya bosh ministri Angela Merkel Xitoy ziyoratida Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan ko'rishdi. İki rehber arasidagi ko'rishda kishilik huquq va Hong Kong masalasining tilga ilinganligi bildirildi. Uchrashda Merkel Xitoyning Hong Kong masalasini shiddat va zo'ravonlik bilan emas, balki dialog yo'li bilan hal qilishning kerakligini ta'kidladi hamda Germaniya Xitoy kishilik huquq yig'inining eng qisqa vaqtda o'tkazilishini umid qiladiganligini bildirdi. Shuning bilan birga Merkelning Xitoy ziyoratidan burun Germaniyadagi kishilik huquq tashkilotlarining bayonot e'lon qilib, yig'ib olish lagerlariga qamalgan millionlagan begunoh Uyg'urlarning qo'yib berilishi uchun Xitoyga besim tushirishni talab qilganligi bildirildi. Amerikaning Los Angeles shahrida Uyg'urlar va Amerikaliklar Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmiga qarshi namoyish o'tkazdi. Los Angeles shahridagi Uyg'urlarning namoyishi Yahudi dunyo kuzatish tashkilotining qo'llashiga erishdi. Amerika Islomiy munosabatlar kengashi a'zolari namoyishga qatnashdi. Hong Kongda Xitoyga o'tkazib berish qonun loyihasi sababli boshlangan va 3 oydan buyon davomlashayotgan namoyishlarga o'quvchilar qatnashdi. Maktablarning atrofini qurshab uzun odam zanjiri hosil qilgan o'quvchilardan ba'zilari naqshi etib noroziligini bildirdi. Shuning bilan birga o'tgan hafta oxiri namoyishchilar siyosiy islohot talablarida qo'llashga erishish uchun Amerika konsulxonasi oldida namoyish o'tkazgandan keyin Hong Kong doiralari chet el kuchlarini Hong Kongning ichki ishlariga aralashmaslik haqida ogohlantirdi. Saudiya Arabistonining yangi energiya ministri Abdulaziz bin Salman uran ishlab chiqarish va qo'yug'lashtirish jihatda ilgirlash hosil qilishni xohlaydiganligini bildirdi. Saudiya Arabistonida hafta oxirida energiya ministrligi tayinlangan bin Salman Arab Birlashma Xalifaligining poytaxti Abu Zabida o'tkazilgan 24-navbatlik dunyo energiya yig'inida taratqularning savollariga javob berdi. O davlatining yadro manbalaridan tok ishlab chiqarishni maqsad qilgan 2 yadro reaktori bilan boshlanadigan to'rni o'z ichiga olgan bir qator sinoqlarni olib borganligini tilga oldi. Va uran ishlab chiqarish va qo'yildirish jihatda ilgirlash hosil qilishni umid qilamiz dedi. Bin Salman buning neft va tabiiy gazga tayinib qilishni azaytadigan bir qurilish ekanligini bildirdi.